Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa akam fermasiga kelganman. Bu yerda buzoqchalar bu sotiladigan. Hozir batafsil ma'lumotlar berib boramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani. Hurmatli obunachilar, mana shu uchalasi. 3 tami hoji aka? 3 ta. Bir novosa bu. Bu novos. Novos, semental novos. Bu yerda limuzin novoscha. Bu yerda hunajini bor, semental. O't yeydi, yemaydi. Bu o't yeydi. O'tga kirib qo'ygan bunisi. Hunajini. Bu novos ham o'tga kirgan. Novoscha ham o'tga kirib qo'ygan bunisi, lekin Sut emadi. sut emadi, lekin o'ta chiroyli ekan. Pullarini nima deymiz aka? Ha, telefon qilishaversin, kelishamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol xudo xolasa yo'lida qilib berishadi. Manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Andijon viloyati Sharxon tumani. O'zimizni ferma mana. Akam fermasi bilasizlar. Hurmatli obunachilar, kelib ko'ringlar. Manzillarda ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar berishadi. Mana. Qiziqqanlarga tashab qo'yasizlar videolarimiz. Mana shu o'ta chiroyli ekan. Bular ashi zotlida akalar. Oh, chiroyli qaranglar. Yana bitta xunajim bor, mana. 4 ta bo'lib ketdi. Zotga. Zotga mana. Enalar sotilmaydi. Enalari sotilmaydi lekin. Polvon qaranglar.